Sizni hozirgi kundagi eng innovatsion va kuchli action kameralardan biri bilan tanishtiraman. Bu Insta360 S Pro 2 kamerasi. Bugun sizlar bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Demak, sizlar bilan Umidlayev, biz boshladik. Agar siz vloging, sarguzashtlar va qandaydir mototsikl shunga o'xshagan action, adrenalinga boy narsalar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, bu kamera aynan siz uchun. Demak, videoni oxirigacha ko'ring, men batafsil sizlarga tushuntirib beraman. Videoni ko'rishdan oldin hoziroq like bosib, pastdagi knopkani bosib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xuddi shunaqa kontentlar doimo chiqib turishi uchun bizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlang. Demak, bu Insta360 kameramizning ichida nimalar chiqishini hozir sizlar bilan ko'rib, batafsil tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda korobkasiga qaratigan bo'lsak, e'tiborimizni korobkasi juda ham qo'lga yoqimli, qop-qora qilib, skromniy qilib qilingan ekan. Korobkasini ustida ozgina o'zlari haqida ma'lumotlari bor, ya'ni kameraning qanaqa nastroykalari borligi haqida ozgina ma'lumotlari bor. Endi sizlar bilan buni ochib ko'ramiz. Demak, ochadigan bo'lsak, ochilishi ham juda ham qattiq ekan. Chunki juda ham sifatli. Hop, bizda mana bunaqa hech qachon kerak emas narsa deymiz, lekin bu aslida o'sha namlikni oldin olib turadi, ya'ni kamerani namligini oldin olib turadigan narsa. Hop, buni olib tashlaymiz. Bizda birinchi o'rinda kamera chiqadi. Mana bizda kameramiz o'zi. Wow. Juda ham chiroyli. Go'zal deydi. Juda ham go'zal. O'zi qo'lga bundoq ushlaganda ham bilinib turibdi, kачественный, sifatli narsa ekanligi. Keyingi qism bizda nima chiqadi, shuni ko'raylik. Xo'p, bizning kameramizning korobkasining ichidan ikkinchi batareykasi chiqadi. Ya'ni ikkita batareyka. Buni o'zining ichida bitta batareykasi bor va qo'shimchasiga ikkinchi batareykasi ham qo'shib berilar ekan. Bu juda ham zo'r degan albatta. Wow. Xo'p, bizda nimalar chiqadi? Albatta bizda korobkasi, ya'ni buning ichida instruksiyalari bor va albatta Type-C port. Ya'ni bizning kameramizda hozir juda ham ommaviy, zamonaviy bo'lgan Type-C kabeldan zaryadga oladi va ma'lumotlarimizni boshqa joyga tashlab olayotganimizda ham xuddi shu kabellardan foydalanamiz. Juda ham ajoyib. Xo'p, bizda keyingisi albatta mana bunaqa dokumentlari chiqadi. Birinchi o'rinda bizda nakleyka, ya'ni Insta360 nakleykasi, buni notebooklarimizga qayergadir yopishtirib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, keyingisi esa albatta buni yo'riqnomasi. Bu yerda ham xuddi shunaqa yo'riqnoma. Demak, bu narsalar bizga umuman kerak emas. Videomiz uzun bo'lib ketadi. Shu sababli bularni chetga surib qo'yamiz. Ichida hech narsa qolmadi. Va eng kerakli jihatidan bittasi, bu yerda korobkasining yo'riqnomasining korobkasida QR kod bo'ladi. Bu QR kod orqali biz telefonimizdan Insta360 kamerasini, programmasini yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu QR kod orqali yuklab olamiz va kameradan bemalol foydalansak bo'ladi. Buni ham albatta video davomida tushuntirib o'taman. Hozircha shu. Keyingisi bizda albatta busiz iloji yo'q edi, lekin buni juda ham zo'r qilib ishlangan. Bundan oldin GoPro shunga o'xshagan kameralarda bu narsalar chiqqan, lekin buniki juda ham ajoyib. Ya'ni bu boshqa qurilmalarga o'rnatishimiz uchun albatta kerak bo'ladigan muhim moslama. Ya'ni buni qanaqa qilib joylashtiramiz? Buni albatta GoPro'ni tagiga olib keltirib, bu albatta magnitdan qilingan. Buni olib kelsak, choq o'zi yopishib qoladi. Va bemalol bironta narsaga ulab bemalol ishlatsak bo'ladi. Ya'ni buni aksessuar hisoblanadi. Bu menimcha GoPro'ning aksessuariga ham tushsa kerak. Xo'p, buni olish uchun mana bu ikkita knopkasini bosib, sug'urib olsak kifoya. Все, bemalol mana shunaqa foydalansak bo'ladi. Ichida boshqa hech narsa yo'q. Kutganinglardek golovka yo'q. Pustoy korobkasini ko'rishingiz mumkin, hech narsa yo'q. Aytgancha, bu yerda yana bitta rezinka chiqar ekan. Bu rezina nima uchun? Albatta bu rezina sizlar o'ylagan narsa emas. Bu kamerani himoya rezinasi, ya'ni linzasini yon tarafini himoya qiladi. Shutob bu sinib ketmasligi uchun. Bu olinadi albatta. Boshqatdan qo'yib almashtirsanglar bo'ladi. Bu qo'shimcha bonusiga. Sifatli juda ham ko'rinib turibdi. Xo'p, kameramizga keladigan bo'lsak. Hali juda ham yoqdi. Kameramizda Leicadan foydalangan, ya'ni Leica firmasi bilan hamkorlikda bu kamera ishlab chiqarilgan. Bu Insta360 S Pro 2 kamerasi. Bundan oldin bir kamerasi ham bor edi. Men sizlarga ikkisini obzor qilib ko'rsatyapman. Bu juda ham aqlli, stabilizatsiyasi juda ham kuchli deb aytishdi. Buni video davomida ko'ramiz. Bundan oldin tashqi dizayniga bitta baho beramiz. Tashqi dizaynga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratni, chiroyli qilib ishlangan dizaynerlarga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bizda kameramizda, Leica kameramizda bu Leica kameramizning o'zi 1.3 formatda oladi.
eng qiziq tarafi bu kamera 8K rejimda oladi. Ya'ni mana shu kichkinacha kameramizni 8K formatda videolarimizni olsak bo'ladi. Xo'p, bu yerda bizning datchigimiz bor, ya'ni biz qanaqa rejimda olayotganimizni ko'rsatib turadi o'zimizga. Kamerani ekrani, ya'ni bu sensorning ekrani hisoblanadi. Buni eng zo'r taraflaridan biri bu kamerani mana bunday qilib tepaga ko'tarsa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu bizga qanday qulaylik beradi? Ya'ni buni tepaga ko'tarib olganimizda biz bemalol YouTube'ga yoki xohlasak Instagramga o'zimizni videolarimizni oladigan bo'lsak, juda ham o'zimizni ko'rib, qanaqa formatda olayotganimizni bemalol olsak bo'ladi. Ya'ni kadrdan chiqib ketmayapmizmi? Shunga o'xshagan joylarni bemalol ko'rsangiz juda ham foydali hisoblanadi. Bu Insta360S Pro 2 kameramiz raqobatchilari albatta GoPro Action kameralar bor. Bular lekin buni oldiga yaqinlasha olmaydi. Buni hozirroq sizlar bilan ko'ramiz, test qilamiz. Demak, ko'chaga qarab ketdik. Mana o'rtoqlar, kameramizni ham ko'chaga olib chiqib oldik. Endi test qilishni boshlaymiz. Xo'p, bizda har xil rejimlar bor. O'sha rejimlarni test qilamiz. Buning uchun men hozir telefonimni olib olaman, shu sizlar so'raganlaring uchun. Telefonning ham ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Xo'p, mana ko'rinish shunaqa. Bu hozir oddiy rejimi, keyingi rejimlarga o'tamiz. Xuddi shu joydan men endi ultra rejimda videoga olyapman. Ultra rejimda shunaqa olar ekan. Ya'ni bu kameraning linzalarini o'zgarish, ya'ni ultra wide, mega va hozir keyingisiga o'tkazib ko'ramiz. Xo'p, mana bo'ldi, birlindi. Uje kattaroq ko'rinyapti. Orqa fonimdagi zdaniyani ko'rsanglar bo'ladi. Shiroki formatda xuddi shunaqa kattaroq ko'rsatar ekan. Ajoyib. Orqamdagi zdaniya uje sal kichiragandek ko'rinadi. Ya'ni shirokiyroq emas, kichikroq ko'rsatyapti. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu 4 ta rejimni ko'rdik, ya'ni mega, ultra, lineyniy va action rejimlari. Hozir action rejimni ko'rsataman. Action rejim bu o'zi bizning harakatli rejimimiz, ya'ni yugurib ko'rsataman albatta. Xo'p, o'rtoqlar, mana ko'chaga ham chiqib oldik. Yana endi ko'chada ovozini tekshirsanglar bo'ladi. Mikrofondagi bu ovozi, bu esa o'zi kamerani yozayotgan ovozi. Kameraning o'zini ovozi ham yaxshi yozar ekan. Bilasizlar, bu kameraning mikrofoni kerakli hisoblanadi, chunki bu kamerada biz mototsikl haydashimiz mumkin yoki har xil harakatlar yugurishimiz mumkin. O'sha paytda shamolda mikrofon yaxshi yozmay qolishi mumkin. Shu sababli bu Insta360 kameramizda yaxshi qilingan ekan, mikrofon juda ham tiniq yozar ekan. Boshqa kameralarga qaraganda, ya'ni GoPro'lar ham ishlatib ko'rganman. Shamol payti sal bildirib qo'yadi. Mana hozir shamol bo'lib turibdi, lekin eshitishingiz mumkin, ovoz menimcha yaxshi. Chunki bunda nima bor? Chunki bunda o'zini yangi qo'shilgan narsasi bor. Bu shamolga qarshi mikrofon himoyasi. Ya'ni buni ichida gubkasi bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, hozir kadrini qo'yib beraman. Gubka bo'ladi va bu shamoldan himoya qiladi. Ya'ni sizlarning ovozlaringizni tiniq qilib yozishga yordam beradi, o'rtoqlar. Endi yugurib harakatlanib stabilizatsiyasini ko'ramiz sizlar bilan. Xo'p, o'rtoqlar, 460 FPS da videomizni boshlaymiz va yugurib ko'ramiz. Qani bunday stabilizatsiyasi qanday ekan? Hozir men oddiy sakrab yuguryapman. Sakrash harakatlari. Tezroq yugurib ko'ramiz. Qani kamerani qimirlab. Stabilizatsiyasiga baho beriladi, o'rtoqlar. Ko'chaga chiqib yugurganlaringda qanaqa ovoz, ya'ni qanaqa video ko'rinishini ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, qo'limdan kelgancha harakat qildim, yugurdim. Baho beringlar o'zingizlar stabilizatsiyasiga. Menimcha yaxshi. Ya'ni bu o'zini narxidagi kameralar ichida, ancha action kameralar ichida ancha o'zini obro'si bor, yaxshi kamera hisoblanadi. Shunaqa do'stlar. Ko'rsanglar bo'ladi kadrlar. Mana hozir soyaroq joyga o'tib oldim. Endi action kamerani o'chirib, biz oddiy kamerada yozib ko'ramiz. Mana oddiy rejimga o'tkazib oldim. Endi kameramizga ozgina shirokiylari to'g'irlanib bemalol bo'lib qoldi. Ya'ni bemalol endi bizning videomiz mana shunaqa qilib o'zimizni vlogimizni olib ketsak bo'ladi. Albatta bu kamerani men ishlatib ko'rishni tushundimki, bu kamera aynan o'sha vlog qiladigan, sayohatlarda yuradigan, har xil sportivniy adrenalinga boy narsalarga qiziqadiganlar uchun juda ham zo'r kamera ekan. Xo'p, soyadan ham videoni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni soyaroq joyga o'tdim. Bu yerda ham qanaqa ko'rinishi. Ya'ni mana shunaqa ko'rinadi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, men parkovkaga kirib oldim. Bu yerda quyosh tushmaydigan joy. Va shunga qaramasdan bizning kameramiz ancha yaxshi. Agarda videoni shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, o'rtoqlar, hozirroq menga obuna bo'lib qo'yib, bu videoga like bosib, o'z kommentarlaringizni, izohlarni yozib qoldiringlar. Bu kameramizni batareykasi keladigan bo'lsak, 3 soatgacha batareykasi yetib berar ekan. Ya'ni sizlar bemalol to'xtamasdan 3 soat olsanglar bo'ladi. Buni qo'shimcha batareykasi bor. Bu degani sizlar 2 ta batareyka bilan 6 soatgacha video olsanglar bo'ladi degan. Batareya to'lishi esa yarim soatgacha bemalol quvvatlab olsanglar bo'ladi. Demak do'stlar, ana endi kamerani o'ziga baho beramiz. Ya'ni kamerani o'zini tekshirib ko'ramiz. Xo'p, demak, bizda kamerada nimalar bor? Boya aytib o'tganimdek, display albatta bukiladi oldinga, orqaga.
Xo'p, bu yerda yoqish knopkasi bor. Kameramizni yoqib o'chirishga yordam beradi. Ya'ni vazifasi shu yoqib o'chirish. Tepasida bu zapisni bosib, zapisni o'chiradigan yana qo'shimcha narsalar bor. Buni albatta video davomida aytaman. Bu knopka nima kerakligini. Flashga qo'yish uchun joy bor va kameramizni zaryadka qilish uchun port bor. Xo'p, keyingisi bizada albatta batareykani alishtirish uchun joy bor. Buni ochish uchun albatta bunda bosib turib, tepaga bunda ko'taramiz. Mana boshida qiynaldim ochish uchun, shuning uchun sizlarga hozir ko'rsatib qo'yaman. Mana knopkasini bosib turib, tepaga bunda bosib itarsak ochiladi. Bizada batareyka joylashgan. Ana endi kamerani o'zini yoqib ko'rsataman. Buning uchun men bu knopkasini bosib turaman. Ko'rishingiz mumkin. Menda sразу datchik yondi va kamera yondi. Kamera yongandan keyin bizada обучениесі bor, ya'ni nimalarni qanaqa qilib olishni ko'rsatyapti. Xo'p, demak, chapga suradigan bo'lsak, bizada video ko'rsatar ekan, o'ngdan chapga suradigan bo'lsak, bizada rejimlar, ISO va har xil formatlarni ko'rsatar ekan. Pastdan tepaga ko'taradigan bo'lsak esa, bizada albatta kameramizni qanaqa rejimlarda olishimiz, nastroykalar turibdi, ya'ni 4K 60 fps, 4K 120 fps gacha oladi bu kamera aytgancha va 8K formatda ola oladi. Yana shunaqa kamera bormi? Aytinglar menga 8K formatda oladigan. Albatta men hozircha bilaman, bu albatta Sony kameralari. Bunaqa GoPro'da ko'rmadim, balki yangilarda bordir. Hozircha shu. Ya'ni 8K 30 fps da bu bemalol syomka qila oladi. Ya'ni bu bilan degani bemalol kino olsanglar ham bo'ladi. To'g'ri, ko'rinishi juda ham kichkina, lekin juda ham ko'p narsalarga qodir. Kichkina demayman, bizni ko'tarib uramiz siz deganlari xuddi shu bo'lsa kerak. Xo'p, o'rtoqlar. Endi tepadan pastga tushiradigan bo'lsak, bizada menyu ochiladi. Bu menyuda nimalar bor? Birinchisi bizada Quick Capture deb ataladigan bitta nastroykasi. Buni keyinroq tushuntiraman. Keyingisi bizada blokirovka вращения. Ya'ni bu degani mana qilib qimirlatganingizda вращениeni o'chirib qo'yadi. Ya'ni bunday qilganingizda mana nastroykalari xuddi shunaqa turibdi. Xo'p. Keyingisi biz buni o'chiramiz. Keyingisi albatta bizada управление жестами. Bunda juda ham zo'r tarafi, buni jestlar orqali boshqarsak bo'ladi. Ya'ni qo'limizni ko'tarsak, bironta ish bajaradi, qo'limizni mana qilsak, bironta ish bajaradi va xullas shunaqa do'stlar. Buni ham albatta video davomida ko'rib olasizlar. Управление жестами bor. Keyingisi bizada AI assistant bor. Ya'ni bu AI assistant nima qiladi desanglar, AI assistant men internetda qidirib ko'rdim va ishlatib ko'rganim yo'q hali. Bu bizni videolar olamiz, o'shanda eng qiziq takoy yondiradigan joylari bor-ku, o'shalarni olib o'zi montaj qilib, tipa taxlab bizga tayyor qilib bo'lar ekan. Ya'ni ba'zi bir telefonlarda bor, bizning videolarimizni yoki rasmlarimizni olib qanaqadir video yasab beradi. Bunda ham xuddi shunaqa AI assistant bor. Xo'p, keyingisi bizada syomka uchun pre-res formati bor. Hozir bunda flashga tiqilmagan sababli hozir kira olmadim. Energiyani saqlash uchun bizada keyingisi knopka bor. Buni bosib qo'ysak, bizada ekran yarkisi kamayadi va batareyasi ko'proq ketadi. Xo'p, keyingisi bizada suv ichida rejimi bor. Ya'ni buni bemalol 12 metr chuqurlikkacha tushib, bemalol video ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni 12 metrgacha sizlarga bemalol chidab beradi. Keyingisi bizada lock knopkasi. Buni agar yoqib qo'yadigan bo'lsanglar, ekranga umuman tegina olmaysizlar. Ya'ni ekran lock bo'ladi. Buni o'chirish uchun buni o'yinga chapga qilsak o'chadi. Bo'ldi, o'chdi menda. Bundoq so'radigan bo'lsak, bizada nimalar bor yana? Setka bor albatta. Bu setka nima uchun kerak bo'ladi? Ya'ni videomizni qiyshaytirib olmayapmiz. Afsuski bunga uncha zarar emas, chunki bunda qiyshayib ketsa ham stabilizatsiyasi juda ham kuchli. Xo'p, bizada keyin ovoz bilan boshqarish va buni kameraning yorug'ligi hokazolar. Pult bilan boshqarish, naushniklarga ulash albatta juda ham ko'p funksiyalari bor. Bluetooth bilan boshqarish, ya'ni Bluetooth naushniklarga ham buni bemalol ulab ishlatsak bo'lar ekan. Va oxirgisi bizada nastroyki. Nastroykada kameraning nastroykalari bor. Xo'p, buni qo'yinglar do'stlar, sразу kameraga o'tamiz. Ya'ni kameraning o'zi qanaqa formatda video oladi, qorong'uda qanaqa video oladi, yorug'da video qanaqa oladi, hammasini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz video davomida albatta. Agarda videoni shu paytgacha ko'rgan bo'lsanglar, hozirroq videoga like bosib, pastdagi obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar. O'rtoqlar, mana kameramizni test qilib ko'ryapmiz. Xo'p, bu yorug'da qanaqa yuzimni ko'rsatishi, mana hozir bu yerda oynadan yuzimga yorug'lik tushib turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa tarzda video yo'qdi. Hozir men 4K 60 fps da video yozyapman. Вроде нормальный. Hop, sal qorong'iroqga o'tamiz. Qanaqa olar ekan. Hop, mana qorong'iroqga o'tdik. Bu yerda ham yuzim ancha yaxshi ko'rinyapti o'zimga. Ovozini ham tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Ovozi ham ancha tiniq yozilyapti. Ana endi men hozir shumroq joyga chiqaman, tashqariga. Tashqariga chiqsam, ovoz qanaqa yozar ekan. Bitta shuni ko'ramiz. Hop,
tashqariga chiqdim. Qorong'i, soya joyda turibman. Ana endi ozgina baho beringlar. Ko'chada hozir mashinalar yuryapti. Mashinalar ovozi ancha baland. O'shanga qaramasdan qanaqa ovoz yo'qligini tekshirsanglar bo'ladi. Va video sifatiga ham albatta baho berib ketishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, 4K 60 FPS da hozir video yozyapman. Bu o'sha o'zimizning Insta360 S Pro kameramizda. Bitta baho bersanglar. Xo'p, juda ham tinch, yuzim yaxshi tushgan, yorug'lik. Qorong'i bo'lishiga qaramasdan turib yaxshi yozyapti. Xo'p, ana endi formatini o'zgartirib ko'ramiz. Xo'p, ana endi 1080-30, ya'ni Full HD 30 FPS da video yozyapman. Ana endi bunga baho bersanglar bo'ladi bemalol. Bu o'zining ko'rinishi va albatta tashqarining ham bitta ko'rinishiga baho beramiz. Xo'p, bu yerda mashinalar turibdi. Bu domni ko'rinishi. O'chirib olamiz. Xuddi shu videoni 2x da olyapman. Ya'ni 2x formatda yaqinlashtirib olsa ham bo'ladi. Bu 1080, ya'ni Full HD 30 FPS da yozilayotgan video. Ana endi 4K 60 FPS da video yozyapman. Bu 4K 60 FPS. Xo'p, bu action kamera bo'lgani uchun tez-tez qimirlatib ko'ramiz. Yaxshi. Mana o'rtoqlar, men o'zimni videoga olaman. GoPro S360 kameramda. Mana shunaqa video olyapti. Bu o'zim. Hop. Qorong'i xona, lekin yaxshi yozyapti. Hop, joylarga o'tamiz. Mana shunaqa tarzda qo'yilib ushlab olasiz. Shu o'rga holda bemalol shunaqa video ko'rsatib bo'ladi. Xohlasanglar mana shunaqa qilib, xohlasanglar mana bunaqa qilib, Instagram formatda albatta, xohlasanglar YouTube formatda bemalol videolaringizni yozsanglar bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, stabilizatsiyasini chapdan o'ngga, o'ngdan chapga, tepadan pastga va tez-tez qimirlataman. Xuddi shunaqa stabilizatsiyasi shunaqa ko'rinadi. Endi bunda управление голос tekshirib ko'ramiz. Buning uchun mana knopkani bosamiz va управление голосni yoqib qo'yamiz. Ana endi tekshirib ko'ramiz. Start recording. Start recording deganda menda video yonda avtomatik. Endi stop recording. Avtomatik o'chdi. Take photo. Mana ko'rishingiz mumkin, take photo deganda rasmga oldi. Take photo. Aha, uzoqdan turib. Stop recording. Video o'chdi, mana ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqa управление голос bilan bu ham boshqariladi do'stlar. Ana endi sizlar bilan buni jest, ya'ni harakatlar bilan boshqarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga buni o'chiramiz. O'chirganimizdan keyin mana bu yerda harakatlar bilan qilsa bo'ladi. Ya'ni qo'limizni ko'tarsak videoga olar ekan, qo'limizni ikki qilsak rasmga olar ekan. Tekshirib ko'ramiz. Qo'limni ko'taraman. Videoga olishni boshladi. Endi qo'limni yana bir marta ko'taraman. Avtomatik o'chdi. Endi qo'limizni bunday qiladigan bo'lsak, mana rasmga oldi. Ko'rishingiz mumkin. Qo'limni ikki qilaman. Bizani rasmga oladi. Agar videoni yoqmoqchi bo'lsanglar, albatta qo'linglarni bunday ko'tarasizlar. Uzoqdan turib videoga olishni boshlaydi. Videoni o'chirmoqchi bo'lsanglar esa qo'linglarni ham ko'tarasizlar. Bizani videomiz o'chdi do'stlar. Xo'p o'rtoqlar, qayerlar? Bunda qanaqa funksiya bor? Bunda mana bunaqa 45 gradus, 360 gradus gorizont lock degan, ya'ni gorizont lock, gorizontalniy blokirovka degan narsasi bor. Buni hozir test qilamiz. 45 gradus, 160 gradusli bizda gorizont lock bor. Xo'p, test qiladigan bo'lsak, men hozir 45 gradusga qo'yib qo'yaman va so'mkani boshlayman. Mana. Endi men kamerani o'ngga, chapga qimirlatadigan bo'lsam, menda gorizont lock yonib, ko'rishingiz mumkin, kadr qimirlab ketmaydi. Agar 45 gradus oshirib olsam, kadr qimirlab ketadi. 45 gradusgacha esa kameramiz xuddi shunday turaveradi. Ajoyib funksiya. Ana endi 360 gradus funksiyasini tekshirib ko'ramiz. 360 gradusga qo'yib olamiz. Eng qiziq tarafi shu yerda. Xo'p, ana endi men kamerani bundoq qiyshaytiradigan bo'lsam, menda video qiyshayib ketmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin.
xuddi o'sha turaveradi. Bundoq qilsam ham men o'shanday turibman hali ham. Hop. Hozir 360 gradusga qimirlatsam ham o'shandagina men teskari olib qoldim, atak. Xuddi shunaqa turaveradi video. Segan kameramiz turibdi. Ajoyib funksiya, gap yo'q. Kamerani yana nima zo'r tarafini bilib qoldim. Hozir ko'rsataman sizlarga. Qaranglar. Nima qilamiz? Buning uchun biz kamerani ochib olamiz. Xo'p, xuddi shunaqa qilib ochib olamiz kamerani. Ochib olganimizdan keyin nima qilamiz? Qaranglar. Bir zil metan ashkisi bor edi, hamma o'shani olib harakat qiladi. Ana endi men bu kamerani olib bemalol mana shunaqa mashinaga yopishtirib olib yoki ilib olib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ajoyib. Aytgancha bu kameramizni narxi haqida gapirishadigan bo'lsak, buning narxi juda ham qimmat emas. Bemalol novichoklar olsa bo'ladi. $430 boshlanadi. Ya'ni $430 O'zbekistondan bemalol do'konlardan sotib olsanglar bo'ladi. Sarguzasht qiladigan odamlarga, ko'chada o'zi vlog olib yuradigan odamlarga kerak bo'ladi. Ya'ni juda ham zo'r moslama. Bu bilan bemalol mashinalaringga video registrator sifatida foydalansalaring ham bo'ladi. Ya'ni agar sizlarda mashina bo'ladigan bo'lsa, buni video registrator sifatida foydalansalaring. Bitta shuni olib qo'ysanglar, umuman afsus chekmaysizlar o'rtoqlar. Oilaviy tadbirlarda ham hammasida bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni hamma eng zo'r hayotingizdagi mazmunli lahzalarni ushbu kameraga muhrlab qo'ysangiz bo'ladi do'stlar. Xullas o'rtoqlar, videolarda ko'rganlaringizdek kameraning sifatini batafsil sizlarga tushuntirishga harakat qildim. Boricha tushuntirdim. Xatoliklar bo'lsa uzr so'rayman. Agarda video yoqqan bo'lsa hozirroq like bosinglar. Qanaqa jihatlari kamchiligi bo'lsa kommentariyada yozib qoldi. Ya'ni nima kamchiliklar qildim. Chunki bu meni birinchi obzorim. Shu paytgacha Instagramda video olib borganman. Umid Life profilini ko'rgan bo'lsanglar kerak. Instagramda xuddi shunaqa. YouTube'da esa bu meni birinchi obzorim. Qo'llab-quvvatlasanglar juda ham xursand bo'lgan bo'laman va bundan keyin xuddi shunaqa gadjetlarni qanaqalarini obzor qilishimni kommentariyada yozib qoldirsanglar, men sizlarga albatta obzor qilaman. Xo'p o'rtoqlar, hozirgacha ko'rgan bo'lsanglar shu. Demak, bizning obzorimiz shu joyda yakunlanadi albatta do'stlar. Bizlar bilan bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Demak, hammaga xayr, sizlar bilan Umid Life bo'ldi.